Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızdan 56. saniylik görüşümlerine kızgın karşılarımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz hemmeğe malum boğandaki başlayan günden ta bugün güngacha her hafta şu saatlerde her bir bölümde her bir Müslüman dinide çokum eniq roşan düşünüşü gerek boğan meselelerini ayrım tema kılgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Elbette ardından 2 hafta huzurumda bulamadık bazı bir sebepler tüpeyli. İnşallah Allah ömür verse bundan keyin yana her hafta şu saatlerde huzurumda buluşqa, her xil temalarda to'xtalishga davom qilamiz. Bugünkü temamız tünügünümüzme e'lonimizda bergandek insonlarning go'shini yeydiganlar degan temada to'xtalamiz. Her bir cemiyetdeki bulup Müslüman intayin dikkat qilish kerak bo'lgan. Nurg'un insonlar sal qaraganlikdan odatdagi ish yoki supti, uning supti bo'lgandikin dedim deb xili taqvodor insonlarimizmi chaqchaq o'rnida qilib o'zi his qilmasdan nurg'unlagan jafo tatib ishlagan, jafo tatib qilgan shu yaxshi amallarning hammasini o'zi his qilmasdan turib boshqalarga o'tkazib beradigan shunday bir xatarlik hem onun cinayeti yuqori bo'lgan bir ijtimoiy kasallik haqida musulmonlar orasidagi buni to'xtalamiz. Programımızda daimli mehmini hamon tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Dünya Müslüman Alimlar Birligi shunaqla Sharq Turkiston Ulamolar Birligi a'zosi Abdurahmon Jamal Kashg'ariy taklif qildi. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız naq maydonda taqdirotida ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikir taklif savollaringiz bo'lsa yo'llashingizni umid qilamiz. YouTube ve Facebook'ta. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bundan sonra programımızga kirib kelsak, ustoz programmani endi bu tema bilan qo'ydik, insonlarning go'shini yeydiganlar. Aldi bilan bizdagi bu axloq kirisining sababi nima deb albatta bu birlam emas nurg'unlagan kiris va hayotimizda to'xtalib kelyapmiz program jarayonida. Bu sababni bir to'xtalib uni keyin kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana Peygamberimizge dua salamlar olsun. Maksat gelsek bugünkü cemiyetimiz qaraydigan bolsak muhaciretki xalqimizdagi o'zaro munosabatlardagi haqiqiy krizisning axloq krizisi ekanligini bayqavog'ili bo'ladi. Bu krizis yalğız avamun nas yoki xalqimizga ham cheklanib qolmasdan afsuski bu krizisninki asosliq bir qismida sarkilar bosh rol o'ynamoqda. Ya'ni millatning sarkisi deb qaralgan ba'zi bir shaxslar axloq krizisiga duch kelmoqda, ham ularning axloq krizisi boshqalarnikidan ig'ir bo'lmoqda. Balki bunday olsak ba'zilar bu axloq aqidaning asoslaridan muhim o'rin turdigan o'xshamamdi deb o'ylab qolish mumkin. Unday emas. Chunki aqidaning asoslari har zaman axloqdan muhim o'rindir. Lekin bu yer diqqat qilgan bir masala borki, u o'g'an bo'lsa-mu aqida shaxs bilan Allohning orasidagi munosabat bo'lganlik uchun qalbdan o'rnaganlik sababdan ko'z ko'rinmaydi. Aqida shaxs bilan Allohning orasidagi munosabat bo'lib, qalbdan o'rnaganlik uchun kishilar uningga qaysi aqidada qaysi din ekanligini ko'rolmaydi. Ammo axloq bo'lgan bo'lsa, ya'ni aqidaninki inkos bo'lgan, sadosi bo'lgan, ta'sir bo'lgan axloq bo'lgan bo'lsa, u ko'zga ko'rinadi. Bu axloq har bir insonninki ayniki, har bir insonninki ijtimoiy yuzi deb qarashga bo'ladi. Shunga hayotimizdagi axloqninki ijtimoiy qimmatini bilish uchun bir diqqat salsak yoki nazar tashlasak, navoda qaysi bir shaxs ibodatlarga ko'ngil bo'lib, axloq fazilatlarga sel qaragan bo'lsa, bu odamninki ibodatlari u odamning axloqining o'rnini bosolmaydi. Yoki ibodati axloqi shafaat qilolmaydi. Ya'ni ibodatni har qancha ko'p qilsa-mu, ammo axloq tuzalmasa, axloq isloh bo'lmasa, axloqining o'rnini to'ldirolmaydi. Buni dalil sifatida deymizki, bir odam payg'ambarimizdan savol so'radi. Dediki, Allah'ın peygamberi bir ayol var men tanıydigan. Bu ayol köp namaz okuydu, köp roz tutudu, sadaka zakatını köp verdi. Yani farzdan sırt nafli işlerini köp kıldı. Lekin bu ayolda bir illet var, men düşünemedim. Namaz okup durug'liq, roz tutib durug'liq,
millatga, xalqqa, diniga yaxshilarni qilib turug'liq, sadaqa zakat berib turug'liq, qo'shnilarga aziyat berdigan, tilini uzun qildigan, boshqalarni kamsitadigan, haqoratlaydigan mushtaq bir illat va bu qanday tushunamayman. Bilanmadim bu degan chat payg'ambar islom bu ayol do'zaxga mahkum. Bu kishi yana savolni davomlashtirib dedi. Yana bir ayol va men to'nayman. Farz ibodatlardan sirt, ya'ni nafli ibodat bo'lsin, namoz qarta, yoki ro'za bo'lsin, yoki sadaqa zakat bo'lsin, ilgirki ayoldan unchalar ko'p qilamizmi? Lekin bu ayolning alayidagi qo'shnilari bilan yaxshi o'tadi. Xo'sh. Qarindoshlar bilan yaxshi munosabat o'tkazdi. Boshqalarga aziyat vermaydi. Bu ayolni ilgirki ayol selishtirgan vaqtida o'rni nada degan joy payg'ambar alayhisalom bu ayol jannat ko'rdi deb baholadi. Xo'sh. Demak, dinimiz farz qilgan ibodatlarning hammasi qaraydigan bo'lsak, har bir ibodatninki axloq buluqiga to'kiladiganligini bayqay olamiz. Payg'ambarimizning bu so'ziga qarab boqaylik. Inna min xiyarikum ahsanukum axloqan. Sizlarniki eng yaxshilari. Kimni yaxshi deymiz jamiyatda? Kim hammadan afzal deymizsa, axloqi isil bo'lgan odam dedi. Bu bahona ulug'lik qarab boqaylik. Alloh bilan bo'lgan aloqasi yaxshi. Payg'ambar bilan bo'lgan aloqasi yaxshi. Muqaddas kitobi Qur'on bilan bo'lgan aloqasi yaxshi. Musulmon qarindoshlari bilan aloqasi yaxshi. Ailesi bilan aloqasi yaxshi, jamiyatdagi qarindoshlari bilan aloqasi yaxshi. Mushundaq bo'lalsa bu odam hammadan yaxshi odam. Payg'ambarimizning bergan bahsi bu yerda axloq jihatda yuksak bo'lgan, axloq jihatda fazilatli bo'lgan odam boshqalarningki, boshqa maqomdagi, boshqa mansabdagi, boshqa unvondagi odamlarningki oldib turdi deb baho berdi. Xo'sh. Shunga har qanday kishi ko'rinishda ibodatlarga ahamiyat bersin, lekin u odam axloq fazilat ahamiyat bermasa, mevsiz daraxtga o'xshab qoladi. Mevsiz daraxtning qimmati foydasi to'g'an bo'lganga o'xshash. Aynda holiga tushib qoladi. Chunki dinimizda aqida bilan axloq bir-biridan qat'iy ayrilmaydi. İkisini bir-biridan ajratib o'tkazilmaydi. Musulmon bo'ldikmi, bu yerda axloqli bo'lish bu aqidaning taqozosi, iymonning taqozosi. Chunki axloq islomning asosli qismlarining birisi. Bugungi kunda millatimiz ig'ir krizis duch kelgan bunday bir paytda kishilarning axloqi, xarakteri, qilayotgan so'zlarining ish harakatlariga uyg'un emasligi yoki moslashmaganligini bilishga eng yaxshi o'lcham hisoblanadi. Biz bugun ig'ir kunda bo'lsa ig'ir kunda. Yaxshi kunda hamma odam chiroyli ko'rin. Normal ko'rin. Ammo ig'ir krizis yuz bergan vaqtida, qiyinchilik yuz bergan vaqtida kishilarning xarakteri, axloqi, yurish turishi u odamning og'zidan chiqayotgan so'zi bilan qilayotgan amaliy ish harakatini moslashmamdi. Buningki moyitini yoki buning haqiqatini aytib beradigan eng yaxshi o'lcham krizis zamoni. Chunki krizis zamoni insonlarning haqiqatini, moyitini, axloqini aytib beradi. Shundaqlam u odamni ba illatlar yoki nachar qilib qo'ygan bo'lsa, buni aynakda ko'z tutib qo'yadi. Xo'sh. Bu yerda shuni bilish kerakki, agar biz go'zal axloqli bo'lgan bo'lsak, bu vaqtda aqidamizga va dinimizning prinsiplariga sodiq bo'lgan bo'lamiz. Hamda payg'ambarimizga amaliy jihatdan ergashgan bo'lamiz. Chunki Alloh taolo payg'ambarimizni madilab va innaka la ala xuluqin azim. Sen ajoyib yuksak bir fazilatga ega. Eng yuksak darajadagi axloq sana tavadi. Boshqa payg'ambarlarga bermagan bir alayli sifatni payg'ambarimizga berdi. Shu darajada bu shaxsni, bu insonni madil. Bu oyat orqali Alloh taolo musulmonlarga xitob qilib aytdiki, sizlar mush payg'ambarning ummati. Mush payg'ambarning ergashchisi. Unda bo'lgancha sizlar bu yuksak fazilatga ega bo'linglar. Oliy janoblikni qo'lga keltiringlar. Xuluqi azimni sizlar o'zingizlarni o'zlashtiringlar. Muhammad alayhisolamning ummati bo'lgan bo'lsanglar, buningga vafo qilinglar. Payg'ambarimiz bu so'zni bizga ta'kidlab, innar rajula la yudriku bi husni xulqihi. Bir odam, ya'ni bir musulmon bir odam go'zal axloq bilan, ya'ni farz ibodatlarni ado qilgandan so'ng u odam go'zal axloq bo'lsa, kechalari qiyomda turgan, kunduzlari nafl ro'za tutgan ma odamning savobi erishadi.
Yani ibadetlerini joyida ado qil. İkinci ortiqchilik nimasi bu odamda husnul xuluq bor. Güzel axloq bor. Adab axloq bor. Mush xarakteri bilan nafl namozi uchun, taqimma Allohga yaqinlashish uchun kechalari tahajjud namozi o'qiydigan, kunduzlari o'qigan bo'lsa, haftada necha kun ro'za tutgan mush odamning maqomiga, saviyasiga, darajasiga erisha oladi deb musulmonlarni axloq fazilat qilishga tashabbus qildi. Mana buningdan bizningki krizis bizning nima ekanligini, saviyamizning nima uchib qolganligini, aqidamizning, dinimizning bizdan nima talab qilganligini his qilib olgan bo'ldi. Ko'p rahmat, güzel bir kirish oldu, Allah razı olsun. Hamda bugungi temamiz insonlarning go'shini yeydiganlar temasi qo'yib mavdu. Dinimiz nima uchun shu g'aybat qilishdan iborat? Dinimizda shu g'aybat qilgan insonni insonlarning go'shini yeydigan bo'ldi deb bekitganligidagi, sifatlaganligidagi sababmi? Buna delil sifatida Qur'oni Karim qarasak, Qur'oni Karim musulmonlarga xitob qilib, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minad-dhann. Müminler özünün tonanlar. Gumanxorluqdan saqlananlar. Xo'sh. Ayetning 5 başqa g'ayvat, josuslik, ishpiyonlik, boshsini yiqitishqa, boshqa nachar illarni bayon qilishga ilgari xofaliqning bosh manbasi bo'lgan gumanxorluqdan saqlananlar. Chunki gumanxorluqning bir qismi gunoh. Inna ba'dad-dhanni ismun. Gumanning ba'zi to'g'ri chiqib qolsa-mı? Dalili bilan, alamati bilan, isharati bilan to'g'ri chiqib qolib qolsa-mı? Gumanxor, ba'zi bir gumonlashishga odamlarda, lekin gumonninki bir qismi gunoh. Gunohkor bo'lib qolishadi. Gunohdan saqlanish uchun dalil isbot bo'lmagan, pokit bo'lmagan, kuchli belgi bo'lmagan bunday ahvol ostida sizlar gumonxorlik qilmang. Ya'ni musulmonlar xitob qilib oyat va la tajassasu. Bir-biringlarning aybini tekshirmanglar. Bir-biringlarning bir yerdan ko'chilamanglar. Uni bozorga solmanglar. Uning yuzini to'kmanglar. Vala yagtab ba'dukum ba'd. Agar sizlar mu'min bo'laman bo'lsangiz, bir-biringlarning g'iybatini qilmanglar. Iymonga bog'lab aytdim. Chunki oyatning bashi amanu bilan boshladi. Agar sizlar iymon da'vosida bo'lgan bo'lsanglar, g'iybat qilmanglar. Bir-biringlarni abtibashirisini bozorga to'kmanglar. Ayet sözünü davamlaştırıp g'ayvatninki nega boshlab bordiganligi, ne kadar bir nachar illat, ne kadar pas bir illat ekanligini bayon qilib, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maytan. Sizlardan biringlarga qarnish o'lib ketgandan keyin yoki o'lgandan keyin go'shtini ekkapsiz, yemsizlar, yemamsizlar. Tirik vaqtida ekkapsiz, o qachsizlarcha yemaymiz deb. Va qandami adam go'shtini yegan bo'ldi. Ammo o'lib ketgandan keyin ekkapsiz, yeganlar bormi yo'qmi? Demak, bu yerda o'lik go'shtni siz yemaysizlar. İnsan go'shi o'g'anlik uchun ham o'lik o'g'anlik uchun. Bundan nafratlanasizlar. Faqat ehtimo yoqtirmaysizlar. Demak, bu sizlar o'likning go'shidan qanchalik nafratlangan bo'lsanglar, qanchalik yomon ko'rgan bo'lsanglar, g'ayvat qilishdan u qadar nafratlaninglar. U qadar qachinglar dedi. Chunki oyatning oxiri ogohlanib fattaqullar dedi. Allohdan qo'rqinglar. Iymon da'vosida bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Bu ishning hisoboti bor. Ama bu ayet biraz nazar taşlaydigan bo'lsak, bu ayet kishilarning aybini rost bo'lgan taqdirda so'zlab yurish, bazar selp yurishni xuddi uningki go'shini hayot vaqtida tirik yeganga o'xshatdi. Ayet deydiki, insonlarningki izzat sharfiga chaqirish xuddi uning go'shini yeganga o'xshash deb baho berdi. Hamda kishilarning g'aybatini qildigan kishilar insonning, ya'ni sog'lom xarakteriga inson ravo ko'rmaydigan harom narsalar, ya'ni o'lik narsalar, ya'ni insonning go'shini yeganga o'xshash, bundan nachar qiliqdagi insonlar deb qattiq aybladi bu qilmish. Bu qilmishni tarixdagi ba'zi bir badaviy, madaniyatsiz insonlar tarixda inson go'shti deb sifatlagan bo'lsa, yiroq ketmasak, bugun kunlikda mana Xitoydan buni ko'ra olamiz. Adam go'shini kim yeysa boshqalda ko'z oldimizga chiqib turdi. Ne kadar nachar illat ekanligi, ne kadar passivlik, ne kadar madaniyatsizlik, ne kadar hayvonsizlik ekanini ko'ramiz. Qur'oni Karim deydiki, bu yerda sizlarningki bir-biringlarning g'aybatini qilganliginglar dal mush Xitoydanki siz o'zing nafratlangan qilmishga o'xshaydi. Qarnishinglarni sizlar o'lik holatda ilgir tirik holat g'ajovat sizlardi. Go'shini tirik holat yovat sizlardi. Mushning siz ko'nglini ko'taram dedi. Fattaqullah dedi. Allah'dan qo'rqinglar deb bu ishdan qattiq ogohlantirdi. Tabiiy holatda bu yerda savol tushishi mumkin. Biz unda qilgan bo'lsa, bunda qilgan bo'lsa, biz demay bo'lmamdi, tuzatmay bo'lmamdi, tanqid qilmay bo'lmam deyish mumkin. To'g'ri.
tanqid qilish to'g'ri. Lekin bu yerda fikrni tanqid qilish, xato ishni tanqid qilish bilan bir ishni sodir qilgan yoki xato fikr qilgan odamning shaxsiyatiga hujum qilish, uning e'tiborini tushirish bilan tanqid qilish masalasi u ayrı. Ya'ni ish harakatni tanqid qilish yo fikrni tanqid qilish bilan shu ishning sohibiga hujum qilish, uning e'tiborini to'kib o'tishning oralig'ida osmon zamin farq bor. Tabiiy holatda fikr xato o'ttirib xato fikr tashlangan bo'lsa yoki oshkora aniq xato bir masala o'ttirib chiqqan bo'lsa, buni tanqid qilish yo'lliq. Sahibini emas, egisini emas, shu ishning o'zini. İlmiy yo'li bilan, adab axloq ichida, musulmon qarindoshlik ruhi ichida. Ammo uning g'aybatini qilib, izzat obro'ni tushirib shariat hukmini emassa, harom bo'lsa, keskin harom. Ham gapimiz davomlashtirsak, agar g'aybat qilayotgan odam, yuqori oyatning davomiga deymiz. Yuqori tanqid masalasi keyin to'xtalamiz, qistirma so'z o'g'ashga o'tirib qo'ydim. Agar g'aybat qilayotgan odam qarindoshining go'shini tirik holatida deydi. Och ko'zlik bilan yeyotganligini. Shu go'shish oralig'ida uning kalpikida va tishlarida go'shtning izlarini va qonning yo'q qoldiqlarini tasavvur qilib baqsa, qonda o'lab ketadi. Bu odam qarindoshining go'shini och ko'zlik bilan yeyotganligini g'ajab. Tishlari qarasa, kalpiklar qarasa, qonning izlari, go'shtning izlarining bog'lig'ini tasavvur qilsa, o'zidan nafratlanmasmi? Deb sağan so'zlardan nafratlanmasmi? Bir insonning qanini kim tip yeyotgan g'aybat so'rindan qochmasmi, nafratlanmasmi? Oyat bunday tarbiya beradi. Bu qadar bizga nasihat qilyapti. Afsuski bugungi jamiyatimiz qarasak, mayli WhatsAppni misol qilaylik, Facebookni misol qilaylik, bu televizor ekranlarini misol qilaylik va boshqa har turli taratqularni misol qilsak, bu xil nachar illatdan g'aybat so'rindan xoli bo'lmayapmiz. Men musulmon qarnishimda to'xtab turdim. Bununki ilmi usuli var nasihat qilishning. Boshqa to'g'ri usuli var demasdan ishkironga chiqib g'aybatni bozor selyapmiz. Xijillik, hayo bo'lgan ish deydi. Siyosat nomi bilan, yoki boshqa nomi bilan, yoki boshqa nom bilan qilyapmiz. Ammo bu shariat mezonida, iymon mezonida uyg'un emasmi deydigan bu xil o'zidan muhasaba, o'zidan hisob elish yoki o'ziga bir savol qo'yish yo'qolib ketyapti. Har qanday bir inson hayatı duch keladigan bir qancha illatlar bo'lishi mumkin. İnson hayot duch keladigan eng xatarli illatning birisi g'aybat va suxanchilik. İnson hayotida g'aybat ya suxanchilikka kirib qolsa, bu nimaga o'xshab ketsa, insonlarning go'shtlarini tirik yeb sog'anlik qatori kirib. İnson hayot duch keladigan eng xatarli illat g'aybat qilish ve suxanchilik qilish orqali insonlarningki go'shtlarini yeb salishdan iborat bu illat. Bu illat insonning ruhiga munosabatli, psixik xarakterdagi insonning ruhiga, ma'naviyatiga munosabatli, psixik xarakter bir kasal illat bo'lib, buning kelib chiqish manbasi nimasi? Ya hasadxo'rlikdan, yoki o'chmanlikdan, yoki qarish tarafni yomon ko'rganlikdan kelib chiqadi. Paydo bo'l sababmiş. Hoş. Gerçi bu insan yoki mushkil kasal giribtar bo'lgan inson ibodatni qancha ko'p qilsin, yoki siyosiy maydonda alayda ish qilib ketgan bo'lsin, yoki ilm ma'rifat sohasida unvon maqomliq bo'lsin, yoki tijoratda sadaqa zakotlarni ko'p yaxshi qilgan odam bo'lsin, yoki qilayotgan odam bo'lsin. Mayli ilm ma'rifat sohasida, mayli siyosat, mayli ibodat, tijoratda yaxshi qilayotgan bo'lsin, lekin bu odam qilayotgan shu yaxshilik bilan birlikda birisining go'shini yesa, ya'ni go'shini g'ajab yesa insonning g'aybatini iborat. Bizning qanini issa, bizning yuzini qasddan to'kib yesa bekan. Qiyomat kuni o'lgan vaqtida bu inson hech qanday yaxshilik yo'q. Eng bichara, eng gaday inson aylanib qolmasmi? Nima uchun bu yer gadayga aylanib qoldi, nima uchun eng bichara bo'lib qoldi deyishimiz mumkin. Chunki bu inson siyosat orqali, ilm ma'rifati orqali, tijorat orqali, xayr saxovati orqali yoki ibodati orqali qo'lga keltirgan yaxshi natijalarning hammasi zulm uchqab ketgan qarish tarafga adolat mezonida qisas uchun eprildi emas. Bu dunyo devoldim degan bilan, yezib oldim degan bilan, ammo u gap joyiga tushmay qolib qolsa, to'g'ri bo'lmay qolib qolsa, adolat kuni bo'lgan qiyomat kunida
bu zulm qilgan taraf o'zininki butun yaxshiliklarni boshqa tarafga o'tkazib berdi. Xolisin Alloh taolo haqqini uni ep berdi. Qiyomat kuni bo'lgancha buningdek bichora, buningdek gadoy, buningdek nomrat maxluq topilmaydi. Buni dastlab ish qilayotgan chog'da g'aybat qilmoqchi bo'lgan vaqtida, birisining go'shini g'ajimoqchi bo'lgan vaqtida, yo qinin timtib ichmoqchi bo'lgan chog'da bu nuqtani dastlabda eslash intayin muhim. Oyatning ro'yiga asosan. Buni men demedim, oyat bizga bayon qilyapti. Ba'zi kishilar samimiy nasihat qilish yoki chiroyli suhbat o'tkazish yoki munosib zamon, munosib makonda xatolikni tuzishning o'rniga yo'qolan bir bahona sababli bilan g'aybat qilishni o'ziga halol qilib oldi. G'aybat qilaverdi. Halbuki g'aybat qilish bir qancha o'rinlar durust bo'lsa-mu, lekin bu zamonimizda, bu kunimiz g'aybatning soni sanoqsiz bo'lib ketdi. Olimlar g'aybat qilish bo'ladi deb belgilgan doiradan qolqib ketdi. Xo'sh. Masalan, bu yerda bir savol tushishi mumkin. G'aybatni qaysi o'rinlarda qilsa bo'ladi deb. Olimlarimiz g'aybat qilgan o'rinni bir qancha belgiladi. Buning birinchisi zulmni ushirgan taraf, qaysi bir taraf zulm ushirgan bo'lsa, sultonga, ya'ni hokimiyatga, qoziga va jamiyatda amaliy e'tibor va jamiyat oqsoqollariga o'zining zulm ushirganligini shikoyat qilsa, yoki g'aybat qilsa bo'ladi. Men manda zulm ushirdim dedi. Bu birinchisi. İkincisi aniq bir munkar ishni, ya'ni shariat cheklagan xato ish sodir bo'lgan bo'lsa, yoki bir osiy va aroqkash deymiz, yoki pashvoz deymiz, yoki jazonxo'r deymiz, yoki qonxo'r deymiz, yoki qimavaz qaysi birisi. Bu osiyni to'g'ri yo'l qaytarish uchun munosibatlik odamga, munosibat shaxsga paloni manda xato ishni sodir qilyapti, buni tuzitib olsak bo'ladi, buni o'ngishib olsak bo'ladi deb yetkazsa, uningki avaqaligini desa, durust bo'ladi. Bu g'aybat hisoblanmaydi. Xo'sh. Üçüncüsü musulmonlarni yomonlikdan ogohlantirish uchun saqtpaz. Mesela xalqning pullarini qo'yib saqt qilganlar yomon jiq mesela biz yashayotgan jamiyatda İstanbulda deydi, yoki Turkiyada saqtpazlar. Qo'ymichilar, uni qilib bir, buni qilib birmi deydigan. Xoin satqullar. Va shundaqlar ozg'un fikrdagi odamlar. Mesela sunnatning jamiyatda nimasi yo'q. Qur'on bilan mansaq bo'ldi, sunnatni elishning hojati yo'q degan o'xshash. Bu xil odamlar haqida so'zlasa, bu xil odamlarning xatoligini o'tirib chiqarsa bo'ldi. Masalan, Palaniyada mahalla qilamiz 50 ming dollardan beringlar deb haqni qo'yib etsa. Bu odamning tagiga qarshi birisi qo'ymichi, biz saqtipaz yanimizmi? Jamiyatdagi odamlar buni biladigan bo'lsa, boshqa musulmonlarning bu qopqon dastimasi uchun bu yerda g'aybatini qilib o'tirib chiqarsa, durust bo'lsa durust. Olimlar buni durust. Birleri de hata fikrini oturup çıkarır. Azgın fikrini oturup cemiyetini kalayım kalkan olsa, bu İslam mizanı hatada bu meselenin oturup çıkarsa, o g'aybat hesaplanmaydı. Dördüncü birisi aniq haram işini sadır kılıvatkan, yoki haram işini bazaq selavatkan olsa, buna tüztüş, bu işten hata ekanligini o'ziga esiltish ve başka musulmonlarni bunu ogohlantirish uchun oturup qo'ysin. Buna misallar ko'p. Mesela sünnetni inkar qilganlarni biz Kur'an tutup maqsaq oldu, sünnetini almayımız deganlarni misalga alsak bo'ldi. Boshqa misollarimiz yo'q, elishdan hojat yo'q. Beshinchi birisi g'aybat qilsa bo'ldi ya. Bir insonningki laqim bo'lsa, u inson u laqamni ishlasa xafa bo'lmaydigan bo'lsa, masalan tabiiy bo'lgan, biz ko'mas, qarg'u, biz anglamas yartilgan, biz gacha degan o'xshash. Bundan sifatli qismi Allah meni mushtaq yaratib deb xafa bo'lmaydigan bo'lsa, bu laqamni ishlasa u vaqtda mesela palani toko, palani qarg'u degan qo'sh. Chunki Abdullah ibn Maktum sahabina a'ma deb sifati bor. Ko'z ko'rmamiz ko'rmaydi. A'ma degan sifat ishiltildi bo'lsa, islom tarixidan beri hozirgacha ishiltilib keldi. A'ma deb, ya'ni qarg'u deb. Xapulamız xapulmaydi. Durustmi? Durust. Xo'sh. Agar xapos bo'lmaydi yani. Agar xapulaydigan sifati bo'lsa, u vaqt uni ishlatsa, uningki izzat obro' chaqilgan bo'ldi, u vaqtida bo'lmaydi. Mushu 5 asosiy 5 o'rinda g'aybatini qilsa, ulardan boshqa o'rinlarda g'aybatini qilgan bo'lib qolsa, oyatni eslash lozim. Ananki go'shini g'ajovatiman, uni qanini timtib ichivatiman, uni izzat obro'ni yenjivatiman deydigan mahal oyatniki taqazzosini istiga kelib turib qilsa bo'ldi. Ya'ni qiyomat kuni bo'lgancha eng gadoy, eng kambag'al, eng bichora bo'lib qolsa, mayli dunyoda nomim chiqsa, dunyoda bazarim chiqsa, dunyo soxtipaz qo'ymichi, yana bizmichi bo'lsa, oxiratda do'zax ish qilsa, mayli deydigan bo'lsa,
o özünün işi. Lekin yani şundaq demi? Müslümanlar bundaq saxtipaz, bundaq qoymuş aldamchilardan ogohlantirish muhim. Hoş. Hoş, endi hakikaten güzel bir ders oldu. Normalde insan güç emas, normalde bir hayvanın ölüp kalan, öz ölüp kalan bir hayvan olsa, normal tabiatlik insan şu hayvanın ölükünü mü amda, bir genki Xitayını sıdkı ep koysak, şunu mu yiyişten nefretim de amda. Öz ölüp kalan, o çünkü ceset ölüp kalan deyken o birden puraydı sesi diyendek. Allah amda o kadar bizni yirgindiriş, bu cinayetin kançık iğirliğini bildiriş için, özlerinin hem qeyrindişi, hem aşk qeyrindişinin ölüp kalan. Çünkü insanın ölükü cesedi ölgendeki başka sürülüp gitti. Tirik aletli olan normal bir gap kılıldı ondan. Ölükünü aldı tuğan insan bir kız sürüyesip gitti. Aşında haletteki ölüp kalan ölükünün, aşk qeyrindişinin ölükünün güçünü yeşini xalamsizlar, yaxşı göremsizlar dep bunu ayette agahlandır dep. Yukarı diyene. Bu nalqa tirik turup yevatqan bo'lisizlar degan so'zni nereden chiqadi? Bu yerda ikki nuqta bor diqqat qilishlik. Başta isosi. Birisi agar oyat qiyos qilib ishlatgan, bizga misol tariqa ishlatgan bu g'ayvat qilishning purq bo'lgan bo'lsa, eng qabih, eng sart purq bo'lgan bo'ladi. Chunki oyat bir mayitadi. Yani ayetlerdeki qarindishinglarninki o'lib ketgan go'shini ekkib bersa, yeyishni xohlamsizlar, fakirlikni xohlamaysizlar. Unda o'g'an vaqtida bir qarindoshningki, musulmon qarindoshining izzat, obro' chaqilib, uning yuzini e'tiboran to'kkanlar, o'lib ketgan chaqda emas, hayot vaqtida qilganlik uchun, o'lib go'sht yegan emas, hayot vaqtida g'ajilganlik bilan o'xshashmas o'xshash. Bu nuqtadan cho'ng tirik yedi deymiz bugungi kunda. Hoşam diyen Peygamber sallallahu Müslim'de rivayet qilgan bir hadis va g'aybatning nima ekanligini bilamsizlar deb sahobalardan so'rab Alloh va Rasuli bildi deganda andiki Peygamber sallam qeyrindishingni yomon ko'radigan, qeyrindishingni yoqtirmaydigan bir sifat bilan tilga elishing, zikruka axaka bima yakra. Andikin sahobadan birisi qo'pib, agarda men degan narsa shu qeyrindishimda bo'lsa-chu degan vaqtida agarda bo'p qolsa, sen so'zlagan narsa o qeyrindishingda shu sifat bo'p qolsa, g'aybat qilgan bo'lsa, bu mustakmat qilgan bo'lsa degan bir hadis var deb munosib bo'lgan uchun. Xo'sh, endi g'aybat qilishning sabablari va ta'sirlari qaysilar degan? Başta g'aybat qilishning sabablari nereden kelib chiqadi bo'lsa, birinchisi bu iymonning ojizligidan kelib chiqadi. Boshqa ish iymonga bog'liq. Chunki iymon mizanı bilan qaragan vaqtida her bir adam yoki her bir musulmon her bir so'zni qiladigan, her bir ishni qiladigan vaqtida ikki farishtaning yezib turadiganligi. Shu so'zlayotgan, qilayotgan ishninki 24 soat kameraga Allohning kamerasi elinib turganligini e'tiqod qiladi, ishonadi. Yo'q boshqa ko'rmagan chaqda yezib olay, saqtisi bilan aqs kira olay, yoki unvonning aqsi bilan boshqa qilib olay deyolmaydi. Chunki avtomat holatda Allohning kamerasiga tushib turadi. Bunu o'ylagan inson to'xtabdi deydi. Qilmaydi. Ya'ni iymonning ojizligidan kelib chiqadi birinchisi. Illat. Buni qisqadan to'xtalaylik shuni tiyimiz. Ikkinchi birisi adab axloqqa tarbiya. Ya'ni islomning adab axloq tarbiyasininki kamchilligidan kelib chiqadi. Ya'ni shu odamda adab axloq to'g'risida, islomning adab axloq to'g'risida tarbiyani joyida olmaganligidan kelib chiqadi. Agar tarbiya olgan bo'lsa to'xtabdi, g'aybat qilish harom, suxanchilik qilish harom, bo'xton chaplash harom, kamtarlik qilish fazilat, kibrlik qilish harom degan bu hukmga ega bo'lgan bo'ladi. Xo'sh. Uchinchi birisi o'chmanlik yoki hasadxo'rlikdan kelib chiqadi. To'rtinchi birisi kibrlik qilish va boshqalarni yaratmaslik yoki boshqalarga e'tibor bermaslikdan shuni g'aybat qiladi. Beshinchi birisi nachar odamlarga o'rlashqanlik kelib chiqadi. Ya'ni atrofidagi odam nachar bo'lganlik uchun nachar odam zaharni buningga so'ndiriglik, bu orqali bu xato yo'lga dastaklik. Oltinchi birisi boshqalarning e'tiborini tushirib o'zininki ulug' odam ekanligini isbotlash uchun yoki o'zining bozirini etish uchun qiladi. Odatda bir odam yaxshi qilaman bo'lsa, diniga, millatiga, xalqiga
Başqalarını dəstəb otlamay, başqalarının etibarını çürüp otlamay, en ilğar fikirlerini icabi şekilde bazağa sardı. Bazağa sarıp başqalarını qanaatlendirse, başqalar avtomatik olarak ona yenik keladi. To'g'ri ish qildig'ini ma'lum ekan. Haq ish qildig'ini ma'lum ekan. Foydali ish qildig'ini ma'lum deb keladi. Ishning yo'limiz shu. Ya'ni bozorni obdan joyda sifatlik etish. Ama undan olmay turib boshqalar sizning bozoringni ko'tar, endi men bozor ochaman deydi. Yani o'zining bozorini chiqarishni maqsad qildi. Bu sababdan g'aybat qilib u andaqdi manda. Demak, ani andaq qilib tushirib mening bozorim chiqamdi deydi. Afsuski bu bichora o'zining bozorini tamoman yo'qitib qo'ydiganligini uni bilmaydi. 7-chi birisi bu illatning bekorchilik. Vaqtninki ahamiyatsiz ishlarga mashg'ul bo'lish. Masalan, buni eng oddiy misol olsak, 3-chi, 4-chi, 5-chi oylarda kishilar uydan chiqmagan vaqtlarda jiq odamlar bakar bo'ldi. Afsuski bizning xalqimizning ko'pincha kitob o'qimaydigan, kitob bilan tasi xushi yo'q o'g'achqa. Birdan televizor ko'rib boqdi, televizorlar ziriksa, tor dunyosi nima bor deb xolisun kirib ketdi. Mush bakarchilik zaman nurg'un fitna sabab bu. Demak, bakarchilik balki baka talablik yoki bir foydaliq bir ish bilan shug'ullanmaslik yoki o'qimaslik yoki ishlamaslik bu insonni og'zini qishig'laydi. Başqalarınki münasibeti bo'lmagan ishlarga aralashishga biz sizlar haqida gap qilishga sabab bo'ldi. 8-si musulmonlarning yoki millatining manfaatini o'ylamaslik kerak. Nima bo'lsa bo'lmaydi. Mening gapim bilan o'tirib chiqsa yoki men o'zimniki mandaq odam ekanligini namoyon qilsam bo'ldi. Mashqil ziyon tortam nima ko'rim deydigan bu xil nomard holat kelib qolgan vaqtida bu g'aybat kelib chiqadi. Asosli 8 nuqtada xulosalab buning tarmoqlari ko'p keyinchalik tafsil to'xtalsak. Endi bu yerda bu g'aybat qilishdan ta'siri haqida qisqacha bir necha jumla o'tirib qo'yay. G'aybat qilishning ta'siri birisi qarindoshlarning, mayli shaxsiylar bilan shaxslar bo'lsin, jamiyat bo'lsin, tashkilot bilan tashkilot bo'lsin, hatto millat bilan millat, davlat bilan bo'lgan qarindoshlik munosabatini uzaydi. Yoki qarindoshlarningki aloqasini mayli aqida qarindosh bo'lsin, milliy qarindosh bo'lsin, qarindoshlik aloqasiga dog' tekkizdi yoki munosabatni yiriklashtiradi. Ikkinchi birisi bu g'aybatning yaxshi ishlarning savoblarini bekor qiladi. Eng xatarli yarmishlar. Bir inson ibodat qilib, siyosat shug'ullanib, sadaqa zakot berib, millat uchun qon berib, jon berib, ter to'kib, nurg'un badalni to'lab, bir savob ishni qilsa yoki bir savob ishni yaxshi natija keltirsa, g'aybat qilish natijasi qiyomat kuni boshqalarga badal to'laydigan, qissasini o'taydigan bo'lib qolsa, uni qilgan ishlar misol nolga chiqadi. Xatarlik yeri. Uchinchi birisi g'aybat qilish fitna fasodninki, quruq gap so'zlarninki ovib ketishiga sabab bo'ldi. Buning xatarlik taraflarining muhimligi. To'rtinchi birisi g'aybat qilguvchi do'zaxga kirdi. Chunki hadisda aniqdir payg'ambarimiz. Namoz o'qiydi, zakot berdi, ro'za tutdi, yana yaxshilar bor, lekin tili uzun buning. To'xtamay boshqalar qalpoq kiydirdi, boshqalar tuhmat g'aybat qilgan chog'da payg'ambarimiz uni do'zaxga kirdi. Hadisning keskin hukm bor bu. Ehtiyot qilish. 5-si musulmonlik axloqiga bu qat'iy yarashmaydi. Islom axloqi tamoman uyg'un kelmaydi. Xo'sh. Bu ta'sir bundan iborat. Haqiqatan Alloh saqlasin. Hamda shunda bir ig'ir bir kasallikki davolash yo'lini qisqacha bir shaklda qanday saqlanadi bo'ldi. Dastlab deyimizki birinchi bo'lib bu g'aybatdan iborat axloq krizisidan qutulishning birinchi sababi her bir Müslüman her qatim taharet algan chog'da og'zini obdan cho'tkirishi lozim. Og'zini obdan chayqish lozim. Og'zini chayqash jarayonida og'zi kirib olgan sayik ko'ktatninki yoki normal qo'y kalining go'shining qoldiqlarini chiqarish emas, g'aybat qilish sababidan qarindishining go'shini g'aybat qilish sababidan qarindishining go'shini yeb soldi bu. Aç go'shtning qoldiqlarini chiqarish. Qarindishini g'aybat qilish sababidan uninki qonlarini ichib soldi. Mushu qonninki izlarini va go'shtni insonni g'aybat qilish sababi kelib chiqqan, ma go'shtning izlarini yo'qotishni his qilish lozim. Bu tuyg'u bilan chaqash lozim. Bu tuyg'u bilan og'ziga suv olib mazmaz qilish lozim. Birinchi ish, birinchi yo'l. Kunda 5 qatim tartalgan bo'lsa, 5 qatimda g'aybat qilib solgan bo'lsa, men palonaqimni g'aybatni qilib soldim. Og'zimni chaqay, ikkinchi qilmayman. Uning go'shini yeb soldim, qoldiqlarini chiqaray.
Uni qondan izlari olgan bo'lsa qutulay deydigan bu xil ruhga kelish lozim. Birinchi yo'l. Ikkinchi birisi har kim o'zining xatoliklarining boshqalarninkidan ko'p ekanligini his qilish lozim. Balkim hammamiz o'zimizni hammadan isil, hammadan fazilatli, hammadan ulug' sanishimiz mumkin. Hadisi kulli bani adam xatoun. İnsanның hammasi xatoli shu dedi. Xatolik bormisi bor. Payg'ambardan boshqa inson. Unda bo'lgan chog'da o'zimizni endi xatolik bor deb turib, hadis hukmiga asosan boshqalarninkidan xatoliqim ko'p, boshqalarninkidan gunohim ko'p degan matuyg'unan qaraydi. Unda bo'lgan vaqt boshqalarga pek o'rlashib olmaymiz. Boshqalarning u yer birini ko'chilash qo'rmaymiz. Chunki Qur'on Karim fala tuzakku anfusakum dedi. O'zingni aqlamadi. Men oddiy odam, men mana o'zingni aqlamadi. Ve a'lam biman ittaqa, kimninki samimiy, kimning saqtipaz ekanligini Alloh o'zi bildi. Yuqur deganimizda g'ayvatdan iborat bu ijtimoiy illatning, bu ijtimoiy kasallik pur qilgan bo'lsa, dunyo sesib o'tgan bo'ladi. Shu bu yerda musulmon boshqalarning ishlariga aralashish, ya'ni boshqalarningki izzat, obro' munosabatlik bu ishlarga diqqat qilish, vaqt isrof qilishdan bakrak o'ziningki illatlariga qaratqina, o'ziningki nuqson taraflariga qarag'ini o'zi uchun foydali. Chunki o'zini tutib oladi, foyda oladi. Uchinchidan deymizki, qaysi bir qarindosh g'aybat qilish amroq bo'lsa, agar siz g'aybat qilmoqchi bo'lsangiz, eng yaxshi ota-onangizning g'aybatini qiling. Chunki ota-onangiz yaxshilik qilishga eng tegishli odamlar shu. Yaxshilik qilishga eng haqli odamlar shu. Xo'sh. Chunki siz necha vaqtningiz, necha zamoningiz qo'lga keltirgan savob ishlaringiz, yaxshi ishlaringizni qanday qilib yot odamlarga berib yotganingiz kun. Palana axundan, amtaxun, samtaxundan g'aybatini qilsak, yaxshiligimizda onunga kilolab berib o'tamiz. Bu yaxshiligimiz onunga yot odam ketmiz. Yot odam ketkicha ota-onamiz kes. Unda ota-onamizning g'aybatini qilaydi. Hech bo'lmasa onunga azroq bo'lsa-ma natija keldi. Shuni bu yerda esimizda bo'lsa, har birimizdan biz bir odamning g'aybatini qilsak, g'aybat qilinguch taraf bizdan oltin kumushimizdan qimmatli bo'lgan bir narsamizni elib oladi. Biz xalamayli oladi uni. Alloh aytdi adolat uchun. Qissasi u bo'lgan bo'lsa-mu amali sahlanlarimiz, yaxshi amallarimiz. Demak, qiyomat kuni bo'lgan chaqda yaxshi amalim bo'lsin, hisobdan bir qutulay, do'zax chirisi saqlay, ko'rakdan sog'lom o'tay deb qolsak, bu tuyg'u bilan ish qilaydi. Savobimizni boshqalarga bergimiz kelib ketsa, ota-onamizning g'ajab savobini shularga beraylik, boshqalarga beraylik. To'rtinchisi savoblik va foydali ishlarga shug'ullanish. Tilimizni g'aybat ishlardan saqlash. Vaqtimiz bekor bo'lganmiz, kitib o'qish, Qur'on o'qish, til o'rganish va shunga o'xshab foydali ishlar shug'ullanadi. Chunki inson foydali ishlarga shug'ullanmasa, vaqtini foydali ishlarga o'tkazmasa, boshqalarning aybini ko'chilaydigan, boshqalar haqida gap so'z qilib gunoh kirib qolgan bu ishlar shug'ullanib qoldi. Shuna bu yerda vaqtni bekor o'tkazish eng xatarli amal. Hadis degandek inson ziyon tortadigan eng xatarli ishning birisi bekorchilik yoki bekor talablik. Shu bu yerda bu xil illatdan saqlanish uchun musulmon qarindoshlarimiz deymizki, g'aybat so'rinlarni qo'yib ketadi. 2 odam bilan qilgan so'rinni 3 odam, 5 odam bo'lsin, yoki 50-60 g'aybat so'rini bo'lsa, avtomat chiqib ketishlar. Chunki yaxshilikdan qo'rqadi. Men demadim u gapni palana qilsa, shu yerda siz bormi yo'q. Musulmon bo'lsangiz bilan shu yerda amr ma'ruf nahy munkar qiladim qilib. Qilolmay qolib qolsangiz, chiqatsangiz mas'uliyat qutulsiz. Agar chiqatmay qolib qolsa, o taraf beshinlansa, bu gunoh, shirk bo'ladi, shirk bu. Shunga o'xshash amaliy so'rinda sart WhatsApp to'plari, yana bijmi to'plari g'aybat so'rini bo'lgan bo'lsa, bu yerda o'tdamas qilasiz. O'tdadimi shirk bo'ldi degan gap. Shirk bo'ldi, gunohkor bo'ldi degan gap. Beshinchisi har bir og'iz gap so'z, har bir ish harakatni xotirlab mangdiganligi. Allohning kamerasiga ilinib turganligi. Qiyomat kuni nachar gap so'zlar, axloqsiz gap so'zlar, boshqalarning izzat obro'yiga chaqiradigan bunday gap so'zlarning bir-birlab so'roq tortilganligini buni esdan chiqarmaslik lozim. Oltinchisi bilarmanlik qilib bo'lsin, yoki cho'ngchilik qilib bo'lsin, birasini urib o'tish yoki bizning e'tiborini tushirish yoki kamsiz uchun boshqalar laqam qo'ysa qilish lozim. Bu xatarlik omillarniki birisi. G'aybat qilishdan yomoni bundan kelib chiqadi. Yettinchi birisi g'aybat qilish ahvol sodir bo'lgan bo'lsa, inson bu bilan tavba qilaydi. Samimiy tavba qilaydi. Ikkinchi qadam bu ishga qadam bosmaslikqa Alloh va'da beradi. Buningki muhim choralari bundan iborat. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Nayet güzel şekilde kısa tushuntirildi.
Allah saqlasın işqil bu keselden, bu afetten her bir mümini saqlap qalsın. Qadirli körürmenlerimiz anlap öttük. Nurgulluğan deliller keltirildi. Hakikaten hayatımızda normalde muşundaq bir keselge mubtala bolip qalgan insanlarni mayli qandaq bir hayatda yaşasın dünyada özü hem ruhi jihatdan nayt rahatsız holatda yaşaydi. Çünkü başqalarni her xil jihatdan ya ko'ranmay yoki ichtarlik qilib degandek başqalarni tushirish uchun har xil shakl sabab bo'lib dunyoda uqmay turib qilgan gap. O'zining ruhi jihatdagi hayotini rahatsız holatda bir başqa birilerini ko'ranmay ashundaq bir xil ichinchi hayot o'tidandi. Ya rahatlikni, huzurni his qilolmaydigan gap. Dunyoda ham Alloh subhanahu taolo unga beradigan afetning jumlasidan birisi va boshqa hadis oyatlarda tushuntirildi. Bu qadar ig'ir jinoyatni bilib bilmay qilib selish nurg'ulg'an ajrlarimizning hammasini ko'ydirib tashlaydigan shunday bir xatarlik afetdan Rabbimiz har bir musulmonni, har bir qarindoshimizni saqlab qolsin. İnşallah aldığımızdaki hafta o'xshash soatda Allah ömür basi ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.